Assalamu alaikum hörmətli televizor köygüçülər. Görüp atqanınla Erkin Asiya Radiosu Tor Televiziyasının Abdül Xəbərlər proqramısı. Məzkur proqramımızda, radiomuzda muşu bir həftə jarayonida anlatılğan bir qism Uyğurlarga dair mühim xəbərlərimizni əsiltib ötməkçimiz. Mən Erkin. Mən Gülçehra. Dünyavi çoğ taratqularının həmmisi Xitayının bu yıllık Ramazan məzgilində Uyğur diyarında adətdən təşqiri dini çəklimi yürgüzüb atqanlığını birdək eyibləməkdə. Halbuki Xitay dairələrinin Uyğur diyarında, bolubmu Uyğur elinin cənubidəki Xotan, Qashqa qatarlıq joylarda Ramazan idiki qattiq təqiblərini davamlaşdırıb atqanlığı məlum bulmaqda. Dünya Uyğur Qurultayının rəisi Rabiya Qadirxanның bu haqda ciddi inkas qaytırıb, Xitay hökumətinin xatircəmlik, tinchliqi bolğan müqəddəs Ramazanda Uyğurlarga qaratqan bastırışını küçəytişi yalğız Uyğurlarga emas, bəlkə bütün İslam diniga uruş açqanlıq deb görsətdi. Bu yıllık Ramazan mezgilde dairələrinin Uyğur elida roz tutuşni çəkləş haqqındakı çağrı tədbirlərini yanımı küçəytkənligi məlum bulmaqda. Radiomuzun Xotandakı saqçıxana və kent kadrlarından əhval egəlişçə, bu yıl Ramazan kirgəndən buyan nuqtaga tushgan kadrlar kentdagi dehqonlar bilan 5 birli bo'lish vazifasini o'rindamoqda ekan. Egallanishicha, har darajalik hukumat organlaridan yez kentlarga avatilgan kadrlar toki 10 kungacha dehqonlarning uyida yetib qopib, ularning Ramazan mezgildagi shaxsiy hayotini kuzatadi ekan. Uyğurlar elidagi siyosiy vaziyatning borgansiri jiddiylashishiga ergishib, Xitoy hukumatining rayondagi bostirish tadbirlarining xilma-xillashayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Egallanishicha, Xitoy hukumati yaqinda terrorlikqa qarshi turish degan nomda g'oyat zo'r mablag' ajratib, Amerikadagi xususiylar boshqarayotgan Qarsu yollanma armiyasini Uyğurlar diyoriga taklif qilgan. Amerikadagi dangliq gazeta jurnal Wall Street jurnalining sobiq obzorchisi Michael Kreger bu vaqtda inkas qaytirib, Qarsu yollanma armiyasining Xitoy bilan hamkorlashidan andish qilayotganligini bildirdi. Kommunist bu yil 14 fevral pichoqliq hujum vaqasi yuz bergandan keyin doiralarning Gumidagi bexatarlik tadbirlarini yana bir baldaq kuchaytganligi ma'lum. Gumidagi yerlik aholilarning bildirishicha, xo'lim qo'shinlar bir-birining uyiga kirib 15 minutdan ortiq o'ltirib qolsa, uy egasi ahvolini cho'qim soqchixonaga ma'lum qilib qo'yish kerak ekan. Bu tuzum 14 yoshdan yuqori kishilarning hammasiga ijro qilinmoqda ekan. Gumidan egallagan bu ahvollarni kommunistik soqchilar inkor qilmadi. Uyğur diyarının janub və şimalida bolubmu siyasi jihatdan eng sezgir rayonlarının biri bolğan Xotan vilayətində bu yil fevraldan başlap turkumlab yardımçı saqçılarning qabul qilinganligi ma'lum. Radiomuzning Xotanning Keriyan aisidagi saqchixonalardan ahvol egallishicha, yangidan qabul qilingan yardımçı saqchilar yaqinqi 3-4 oydan buyon bir kunmi dam olmay ishlamoqda ekan. Keriyanın Kökya Siyak yezilik saqçıxanalarının bildirishicha, uda 48 saatlik növbətçilik və ağır charchash sababidan ba'zi yordamchi saqchilar istifa so'rashga majbur bo'lgan. Jungo Yoshlar gazeti 24 may kuni maxsus maqola e'lon qilib, Tangirteg'dagi muzliqlarning jiddiy turda erib ketayotganligini, buning Uyg'ur elining suv va muhitiga zo'r ta'sir ko'rsatadiganligini ogohlantirgan. Muhit tadqiqotchilari agar temperatura hozirgidek o'rlab mangsa, 2100 yilga borganda Tangirtog'dagi muzliqlarning 80%ning butunlay erib tugaydiganligini bildirgan. Rasmiy sonliq ma'lumotlardan ma'lum bo'lishicha, 4.800.000 yillik tarixga ega Tangirtog' 1-nomerlik muzlig'i 2016-yili 4-oydan buyon 7.2 metr tarlagan. Mutaxassislarning bildirishicha, agar temperatura davomli o'rlasa, Tangirtog' 1-nomerlik muzlig'i 50 yil ichida butunlay erib tugaydi ekan. Muhtaram televizor köygüçülər, yuqorida Erkin Asiya Radiosu Tor Televiziyasının Abdül Xəbərlər proqramısını gördüңlər. Kelar hafta görüşəylik. Xeyr xoş. Xeyr xoş.